Kazan-Ufa Nijnikamskiy yo'nalishi bo'yicha avtobus reyslarimiz o'z faoliyatini amalga oshirib kelmoqda. Xuddi shu yo'nalish bo'yicha sizga ham biletlar kerak bo'lsa va biletni qayerdan olishni bilmayotgan bo'lsangiz, bizning manzilimiz Toshkent shahar Sobir Rahimov avtovokzaliga kelib, kiraverishingizda o'ng tomonga qayrilib, ikkinchi qavatga ko'tarilganingizda ofisimiz joylashgan. Ofisimizning yonida kassalarimiz ham mavjud. Ofis yoki kassalardan biletlarni xarid qilishingiz mumkin yoki qarshingizda turgan ishonch telefon raqamlariga bog'lanib, masofadan turib joyingizni biroq qo'ying. Bizni kuzatishda davom eting, tanlovda adashmang.